Qizlarjoylar, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsda men sizlarga relyefli prinsessa vытчикасы haqida ma'lumot beraman. Bu prinsessa vытчикаning ikki xil turi bo'lib, birinchi turi kundalik liboslarda ishlatiladigan prinsessa vытчика va ikkinchi turi oqshom liboslarida ishlatiladigan prinsessa vытчика. Mana shu ikki xil turini men sizlarga qanaqa qilib asosdan modellashtirib chiqarishni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga asos andazamizni oldi va orqa qismi kerak bo'ladi. Birinchi oldi qismdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib, mana shu proymamizni, yeng tikadigan proymamizni teng ikkiga bo'lib olamiz. Bo'lingan joydan ko'krak vытчикаning uchigacha lineykada chizamiz. Birlashtiramiz. Endi mana shu birlashtirilgan chiziqni teng ikkiga bo'lamiz. Bo'lingan nuqtadan tepaga 1 sm ko'tarilaman. Endi lekala yordamida birinchi, ikkinchi va uchinchi nuqtalarimni lekala yordamida birlashtirib olaman. Lekalada ishlayotganda qizlarjonlar, lekalaning turlari juda ham ko'p bo'ladi. Qanaqa turdan foydalansanglar ham doim mana shunaqa ishlatinglar. Ya'ni mana ko'pchilik prinsessa vытчика chiqarayotganda qanaqa qo'yishadi? Mana shundoq qo'yib turib, prinsessa vытчикani chiqarishadi, mana shu holatda chiqarishadi. Lekin lekala bilan ishlayotganda o'z qonun qoidalari bor. Lekala bilan ishlayotgan paytda doim lekalalarning aylana tomoni ko'krak qismida turishi kerak. Tushunarlimi? Ana o'shanda sizlarda model chizig'inglar, relyef chizig'inglar chiroyli chiqib beradi. Xo'p, qaytaraman. Birinchi nuqtam, ikkinchi nuqta va uchinchi nuqtani lekala yordamida birlashtiraman. Ko'krakning tepa qismini modellashtirib oldik. Endi bel bilan ko'krak sohasiga o'tamiz. Buning uchun bel vытчикamizni vытчикаning uchigacha uzaytirib olamiz. Endi vытчикаning uchidan belgacha bo'lgan qismni teng ikkiga bo'laman. Mana shu bo'lingan nuqtadan 0,5 tashqariga chiqaman. Ikkala tomondan ham. Endi belimni vытчика qismi 0,5 ko'tarilgan qism va ko'k vытчикani uchiga lekala bilan birlashtirib olaman. Ikkinchi qismini ham olaman. Qizlarjoylar qaranglar, mana shu yon qismi bachok qism hisoblanadi. Bu oldi markaz qismi hisoblanadi. Oldi markazimda beldan 0,5 chiqqan nuqta bilan ko'krak vытчикаning uchigacha olib kelgan bo'lsam lekalani, bachok qismda bel 0,5 ko'tarilgan qism, undan keyin sal 3-4 sm teparoq ko'tarilib to'xtayman. Sabab endi hozir ko'krak qismi bilan ishlayman. Lekalamni qo'yaman. Qo'yib turib mana joylab oldim. Chiroyli qilib dumaloq formasini beraman. Endi mana shu sinish nuqtasini lekalada chiroyli qilib forma berib olaman. Mana qizlarjonlar, model chiziqlarini kirgizib oldim. Asosini oldi qismiga endi mana shu chiziqlar bo'yicha qirqaman. Mana qizlarjoylar, oldi markaz bilan bachok qismini ajratib oldim. Agar sizlar prinsessa vытчикali kundalik libosi yoki prinsessa vытчикali jaket, kostyum tikadigan bo'lsanglar, mana shu ko'rinishda, shu usulda modellashtiradigan bo'lsanglar, sizlarda mana shu prinsessa vытчикali juda ham chiroyli turib beradi. Figurada juda ham chiroyli ko'rinadi. Ko'krak tepa qismi, ko'krak qismi va ko'krak ostki qismlari figuraga chiroyli o'tiradi. Endi qaranglar, tikayotganda ko'pchilikda muammo bo'ladi. Shahnoza opa, men tikkanimda ko'pincha mana shu
vitichkam o'ynab qoladi. Mana shu qismi o'ynab ortiga chiqib qoladi. Mana tikkanda mana shunaqa holat bo'ladi-da, men uni qirqib tashlayman deyshadi. Qizilajoli prinsessa vitichka to'g'ri modellashtirilib, to'g'ri bichiladigan bo'lsa, sizlarda hech qanaqa ortiqchalik chiqish kerak emas. Hamma nuqtasiga to'g'ri kelib berish kerak bo'ladi. Buning uchun sizlar tikish texnikasiga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun bichishdan oldin biz nima qilamiz? Modellashtirib oldik. Endi bachok qismi bilan oldi qismini birlashtirib turib, mana belgi qo'yamiz. Endi ko'krak markazi mana belgilab qo'yib oldim. Endi buni bichgandan keyin relyefimizga biz bachokka 1 sm, oldi markazga 1 sm, relyefga 1 sm berib biz bichib olamiz. Bichayotganda chok haqqiga mana shu belgilarga sizlar rasechka berib ketasizlar. Tikish jarayonida mana shu rasechkalarga bulavka qilamiz. Bulavka qilib turib so'ng tikamiz. Tikayotganda ham qizilajoli o'zini texnikasi bor. Qanaqa qilib mana shu qismni, bachok qismini chiroyli qilib chiqarib berishi texnikasi bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Buning uchun bichilgan detallarni olamiz. Sizlarda hammasi bu bulavkalangan holatda bo'ladi, to'g'rimi? Mana tikayotganda belgilarni biz bulavkalab olganmiz. Tikayotganda mashinkaga o'tirganinglarda qizilajollar primerkadan keyin yoki primerka yig'ayotgan paytda nima qilasiz? Tikayotganda mana shu oldi markaz detalinglar sizlarda lapkalarning tagida turadi. Bachok qisminglar ostida turadi. Tushunarlimi? Zakrep qilib tikib kelasizlar 1 sm qilib, ana undan keyin mana mashqga ko'krakning markaziga kelgandan keyin lapkani ko'tarib turib, mana shu qismini cho'zib tikib olasizlar. Tushundinglar? Ana o'shanda sizlarda hech qanaqa ortiqchalik bo'lmaydi. Hamma rasechkalar to'g'ri keladi. Ko'pchilik tikuvchilar mana shunaqa holatda tikishar ekan. Bunaqa holatda tikadigan bo'lsanglar, mana sizlarda detalli kasur ipga to'g'ri kelib qoladi. Cho'zilib ketib, boya aytganimdek ortiqchalik chiqib qoladi bu yerdan. O'shaning uchun ham tikayotganda ham o'zini texnikalarga rioya qilib tiksanglar, hech qanaqa ortiqchalik sizlarda hosil bo'lmaydi. Kundalik liboslarda, jaketlarda, kostyumlarda mana xuddi shu usuldan foydalanib bichib tikasizlar. Endi orqa qismga o'tamiz. Orqa qismni modellashtirishdan oldin nimaga e'tibor qaratinglar qizilajollar? Orqa vitichkaliga e'tibor beringlar. Chunki endi hamma metodikada, endi hamma ishlash usulida andazasida orqa vitichka har xil joylashgan bo'ladi. Eng afzali mana shu vitichka o'rtada joylashgan bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu oraliq bilan mana shu oraliq sizlarda teng bo'lishi kerak. Tushunarlimi? To'g'rilab olgandan keyin nima qilamiz? Orqa yeng proymasini teng ikkiga bo'lamiz. Proymani ikkiga bo'lib olganimizdan keyin lekalani olamiz. Olib turib, chiroyli qilib joylaymiz. Vitichkamizni uchigacha lekalani chiroyli qo'yib olamiz. Mana orqa model chizig'ini kirgizdim. Mana bu yerda menda orqa bachogimda sal burchak hosil bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu burchakni men yo'qotishim kerak. Mana burchakni yo'qotib yubordim. Mana orqa qismi tayyor bo'ldi. Endi bunga ham belgilar qo'yib olaman. Qirib olamiz. Mana orqa qismimiz tayyor bo'ldi. Ajratib oldik. Orqa markaz, orqa bachok. Belgilarni qo'yib olganman. Relyefga 1 sm, 1 sm qilib berib olaman. Belgilarga rasechkalar beraman. Rasechkalarni bulavkalab turib, tikayotganda xuddi oldiga o'xshab bachok qism tagida, orqa markaz lapkami tagida bo'lib, zakrep berib, chok berib tikib olaman. Xuddi shu texnika bo'yicha tikasizlar buni ham. Mana prinsessa vitichkamning orqa ko'rinishi. Endi navbat prinsessa vitichkamizning ikkinchi turi, ya'ni oqshom liboslarida prinsessa vitichkasini qanaqa qilib modellashtirish kerak. Chevar tikuvchi qizlarimiz bilishadi, kundalik libos bilan oqshom libosi farqi bo'ladi.
Kundalik libosda bizda mana birinchi usulda sizlarga kundalik libosda, jaketlarda, kostyumlarda qanaqa qilib modellashtirish kerakligini ko'rsatib bergan bo'lsam, mana hozir bunda sizlarga men oqshom liboslarda qanaqa qilib modellashtirish kerak, shu narsani ko'rsatib beraman. Xo'p, qizlarjonlar qaranglar, kundalik libosda bizda sal erkinroq turadigan bo'lsa liboslarimiz, oqshom liboslarda bizda shu libosimiz tanamizga, gavdamizga yopishib turgan holatda bichiladi prinsessa vyetichkasi. Ya'ni ko'krak qismimiz, bel, podbryus qismlari figuraga yopishib turgan holatda bichiladi, tikiladi ham. Shunda bizda oqshom libosimiz chiroyli turib beradi. Uning uchun qanaqa qilib modellashtiramiz oldi qismini? Asosimiz oldi qismini olamiz, ko'krak vyetichka, bel vyetichkalari turibdi. Proymani teng 2 ga bo'lib olaman. Ko'krak vyetichkani 3 ga lineyka bilan birlashtiraman. Shu chiziqni teng 2 ga bo'laman. Bo'linmadan 1 sm tepaga ko'tarilaman. Lekala yordamida nuqtalarni birlashtiramiz. Birinchi nuqta, ikkinchi nuqta va uchinchi nuqta. Ko'krak vyetichkani uchigacha. Ko'krakni tepa qismini chiqarib oldik. Endi podgruch va bel qismi bilan ishlaymiz. Xo'p, qizlarjonlar qaranglar, nima qilaman? Menda bel qismida bizda oqshom liboslarda belimiz yopishib turgan holatda bo'ladi. Shuning uchun bel vyetichkadan 1 sm o'ng tomonga, 1 sm chap tomonga yuraman. Yurgandan keyin tepaga vertikal chiziq tortaman lineykada. Mana qizlarjonlar, bel qismini chiqarib oldim, ya'ni vyetichkalarimni 1 sm ga men kengaytirib oldim. O'ng tomonga 1 sm, chap tomonga 1 sm. Endi nima qilaman? Keyingi qiladigan ishim men ko'krak sohasi bilan ishlayman. Bu eng muhim qismi hisoblanadi. Buning uchun agar sizlar oqshom liboslar tikmoqchi bo'lsangiz, bitta qo'shimcha o'lchovni o'lchab olishingiz kerak bo'ladi qizlarjonlar. Bu o'lchov, mana rasmga e'tibor berasizlar. Bu o'lchov ko'krak markazidan ko'krak ostki byuzgalterimizda karkas yoki kostichka deyiladi. Mana shu byuzgalterimizda mana shu temir qismi bo'ladi, bilasizlarmi? Ana o'sha yergacha bo'lgan oraliqni o'lchaysizlar. Qaytaraman. Ko'krak markazidan karkasgacha, byuzgalterimizda karkasgacha bo'lgan oraliq. Bu o'lchov bizda ostki radius deyiladi qizlarjonlar. Ana o'sha o'lchovni o'lchab olasizlar. Nech chiqqan bo'lsa, mana shu markazdan, ko'kraginglar markazidan pastga o'sha chiqqan oraliqni qo'yasizlar, ya'ni ostga radiusni qo'yasizlar. Menda hozir 46 razmer bo'ladigan bo'lsa, 46 razmerda asosan bu bo'ladi menda 7-7,5 sm ga to'g'ri keladi. Nima qilaman? Markazdan pastga 7 sm tushaman. Mana markazdan 7 tushdim. Endi gorizontal yordamchi chiziq chizib olaman. Bu orqa chiziq o'chib tashlayman. Mana shu gorizontal chiziq menda podgruch hisoblanadi. Mana podgruchim. Endi keyingi qiladigan ishim markaz bilan podgruch vyetichkasini birlashtiraman lineykada va markazdan bu qismga birlashtiraman, podgruch qismiga. Mana chizib oldim. Endi bachok qismim, oldi markaz qismim. Bachok qismda mana shu ko'krak vyetichka uchidan podgruch qismgacha bo'lgan chiziqni teng 2 ga bo'laman. Nol 2 tashqariga chiqaman. Mana 0,2 tashqariga chiqdim. Endi legalani olib turib, boya aytib o'tdim, mana shu lekala bilan ishlayotganda qizlarjonlar, mana shu aylana doim ko'krak qismida tursin sizlarda. Ana o'shanda chiroyli chiqadi libosinglar. Endi nima qilaman? Vyetichka uchi 0,2 chiqqan nuqta va podgruch chizig'imni lekala yordamida birlashtiraman. Mana qizlar ko'ryapsizlarmi, chizayotgan mahalda mana shu kelayotgan relief prinsessa vyetichkam kelyapti, plavni mana shu liniyaga qo'shilib ketyapti. Mana podgruchga keldi. Ko'rdinglarmi? Sizlarda mana shu sohada siniq chiziqlar bo'lish kerak emas.
Endi nima qilaman? Hozir bachok qismi bilan ishlayapman. Prinsess vytichkam kelyapti. Ko'krak vytichkam uchigacha keldi. Podgruzdan 0,2 nuqtadan o'tib podgruzga keldi. Endi mana shu podgruz qismda mana burchaklar hosil bo'lish kerak emas. Lekal yordamida burchaklarni yo'qotamiz. Ikkinchi qismni ham yo'qotamiz. Mana asosiy model chiziqlarini kirgizib, prinsess vytichkamni modellashtirib oldim. Mana chizib oldim. Endi belgilarni qo'yib olaman. Birinchi belgi, ko'krak markazidagi belgi va podgruz qismini belgisi. Endi andazamni qilib olaman. Mana qizlarjonlar, ajratib oldim. Oldi markaz, oldi bachok. Endi agar sizlar 40-qaniylarda modellashtirganinglarda, sizlarda mana shu ko'krak bachok qismida ko'krakni mana shu uch qismi agar uchqurroq bo'lib qoladigan bo'lsa, lekalarni olib turib qizlarjonlar. Mana shu dumaloq qilib 0,5 millimetrgacha olib tashlasangiz bo'ladi. Mana chiroyli qilib endi hozir mana dumaloq chiqqan. Agar mabodo sizlarda mana shu ozgina burchak hosil bo'ladigan bo'lsa, burchak qilib tikmanglar. Mana shu lekalarni qo'yasiz dumaloq qismini chiroyli qilib okruglis qilib, dumaloqroq forma berib, dumaloqroq shakl berib, qirqib burchakni yo'qotib yuborasizlar. Endi oldi markazda mana sal mana shu ko'krakni uch qismida sal do'ppayish hosil bo'lgan. Men nima qilaman? Lekal yordamida mana shu do'ppayishni olib tashlayman. Menda bitta plavniy liniya hosil bo'lishi kerak. Mana qizlarjonlar, oqshom liboslarida prinsess vytichkasini shu ko'rinishda, shu tarzda modellashtirib chiqarasizlar. Orqa qismini ko'rsatmayman, chunki orqa qismi xuddi birinchi prinsess vytichkamiz turiga o'xshab, xuddi shunaqa chiqariladi. Asosiy o'zgarish bizda oldida bo'ladi. Bachok qismga oldi markaziga 1 sm chok haqqi beramiz, rasechkalarni beramiz. Bergandan keyin buni primerkaga yig'ayotganda albatta birinchi primerka qilinadi tikishdan oldin, primerkaga yig'ishdan oldin oldi qism, orqa qismlarni dublinlab, so'ng biz primerka qilamiz. Keyin qizlarjonlar, bilasizmi, ko'p chevarlarimizni mana shunaqa prinsess vytichka tikkanda mana shu ko'krak osti qismini mana shu yerda agar tikadigan bo'lsak, mana shu bo'shib qoladi. Ko'p chevarlarimiz nima qilishadi? Mana shu qismga rasechka berib yuborishadi. Qo'yib yuborsin deb. Lekin rasechkada unaqa chiroyli yotib bermaydi qizlarjonlar. Bizda imенно mana shu podgruz chiroyli yotib berish uchun, plavniy liniya hosil bo'lish uchun figuramizda gavda ustida nima qilamiz? Buni VTO bilan, dazmol bilan обработка qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Oqshom liboslarda asosiy qism bizda ko'krak va ko'krakning osti bo'lgani uchun mana shu qismni biz dazmolda VTO qilamiz, ya'ni cho'zamiz. Dublerni yopishtirib olgansizlar, chok haqqi berib bichib olgansizlar, dublerni yopishtirib olgansizlar. Undan keyin nima qilaman? Mana shu bachok qismimni olaman-da, mana shu oraliqqa, ya'ni markazimiz podgruz qismidan 4 sm tepaga, 4 sm pastga qilib turib, mana shu sohani o'zini ozgina tortib turib, biz dazmol qilamiz. Qattiq tortmaysizlar, ozgina tortib dazmol qilsanglar par yordamida. Mana shu qism sizlarda to'lqinsimonroq bo'lib qoladi. Keyin oldi markazini, mana xuddi shu qismini ham ozgina tortib turib dazmol qilsak, bizda yana to'lqinsimon hosil bo'ladi. Ana undan keyin tikamiz. Tikkanimizda shu yo'sinda VTO обработка qilib, so'ng tikadigan bo'lsanglar, sizlarda ko'krak osti qisminglar juda ham gavdaga yaxshi o'tirib beradi. Mana bo'ldi, oqshom liboslarida prinsess vytichkasini shu tarzda modellashtirib chiqarasizlar. Kelinglar, ko'pchilik kurs haqida so'rashadi. Tanishtirib chiqamiz kurslar bilan sizlarni.
mana ko'ringlar, Classic Pro kursimiz bor. Hozirda faqatgina ikkita kursimiz bor. Keyingilar ustoz yana ishlayapmiz. Classic Pro kursida professional tikuvchilik darajasiga chiqish uchun malaka oshirish kursi bo'ladi. Bu kurs davomiyligi 2 oy bo'ladi. 2 oy davom etgan kursimizda sizlar 70 dan ortiq video darsliklar sizlarga berib boriladi. Kuratorlar tomonidan uyga vazifalar tekshiriladi. Albatta, doimiy uyga vazifa beriladi. 4 ta jonli efir bo'ladi kuratorlar bilan birgalikda. Qanday olib boriladi? Ko'pchilik onlayn darsdan qo'rqishadi, lekin eng zo'ri hozir onlayn bo'lib qolgan. Hattoki aytayotganimdek, boya bizning chet eldan ko'proq mijozlarimiz Tojikistondan, Qozog'istondan o'quvchilarimiz bor, rosa onlayn kurs bilan kutishadi. Onlayn sizlarga shunaqa juda katta foyda beradi. Nimaga? Birinchidan vaqtingizni tejaysizlar, ikkinchidan uni bemalol ko'ra olasizlar xohlagan paytingizda va qilayotgan jarayonni to'xtatib ko'rib, shu ishlarni bajarsanglar bo'ladi. Offlayndan yutuq ko'proq deb o'ylayman. Chunki o'zim ham onlayn o'qishda o'qiganman, juda foydasi katta. Yopiq Telegram kanalda olib boriladi. Video darslik formatida bo'ladi. Qanaqa olib boriladi? Yopiq guruh kanalda bo'ladi. Hammani kanalga bo'lib chiqamiz. Har bitta kursda ko'payib ketishadi, chunki hammani bittaga joylay olmaymiz. 20 ta, taxminan 20 ta qizlar bo'ladi va videolar jonli voice chat formatida bo'ladi. Haftada 3 marta bo'ladi. Masalan, haftada dushanbadan shanbagacha bo'lsa, seshanba, payshanba, shanba bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa dushanba, chorshanba, juma bo'lishi mumkin. Bular sizlarga jadvallar hammasi sxema bo'yicha berib boriladi. Kuratorlar tomonidan 2 haftada bir marotaba efir bo'ladi. Bemalol tushunmagan joylarni so'rasanglar bo'ladi va o'zingizlarning fikrlarni bildirsanglar bo'ladi. Klassik va qiyin bichimdagi fasollarni mustaqil bichib tikish texnologiyasini, asos andazi va modellashtirish sirlarini bilib olasizlar inshaalloh. Qanday afzalliklari bor? Nega aynan ushbu kurs? Har bitta dars amaliy mashg'ulotlarga qaratilgan bo'lib, sifat nazoratchisi bor bizda. Bu nima? Sifat nazoratchisi ko'pchilik dars beriladi, bo'ldi. O'rganyapti deb o'ylashadi, lekin darsni bajarmaganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz sifat nazoratchisini qo'yganmiz. Ular sizlar bilan svязda bo'lib turishadi va hozirda showroomda ishlash imkoniyati bor. Bu o'quvchilarimizning juda katta ko'plab o'quvchilar orzusi. To'g'ri, men aytganman, o'quvchilarni olamiz, o'ziga ishga deganmiz, lekin sinov asosida olamiz. Bizda o'qigan, tikish texnologiyasini yaxshilab o'rgangan, asosan yaxshilab o'rgangan qizlarimizni hattoki praktika oshirishadi bizda. O'zidan ta'limoti bor qizlarimiz viloyatdan kelib uy olib, 1 oy turib, bizga malaka oshirishadi. Undan avval biz ularni sinovda, bir kunlik sinovda tekshirib ko'ramiz. Agar bizdan sinovdan o'tgan qizlarimizgina olinadi. Chunki bilasizlar, bizda tikilish texnikalari juda qiyin. Shuning uchun yaxshilab o'qigan qizlarni olamiz. Hammani praktikaga ola olmaymiz. Faqatgina qo'ldan keladigan ishlar, chunki biz o'zlarini showroomga tikadigan kiyimni ularga beramiz, o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi. Shuning uchun hammani ola olmaymiz. Faqatgina tikish nazoratini bizga yaxshi topshirgan qizlarni ola olamiz va ketma-ket bo'yicha yoziladi. Nazorat jadvali. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu kim bajardi, kim bajarmadi, hammasi ko'rsatib boriladi. Qaysi kursimizda kim nima qilgani, vazifa bajarmagan qizlarga albatta tanbeh beriladi. Chunki biz shunaqa yo'lga qo'ydikki, sizlarda ham qanaqa sharoitlar bo'lib qolishi mumkin, kimdir farzandli, kimdir uy ishlari bilan ovora bo'ladi, lekin pul to'lab vaqt ajratdinglarmi, o'qishini kerak bo'ladiki, sizlar bilan birga bizani jamoamiz birga bo'lishadi va sizlarga hattoki ushbu berishligi ham mumkin, uy vazifasini qilmasanglar, shu vazifalarni 3 oy yoki 2 oy davomida bajarib o'rganishinglarni yo'lga qo'yishadi. Albatta bu sizlar uchun foydali bo'ladi. Intizom bo'yicha olib boriladi hammasi. Sizga aloqaga chiqib turishadi, qanaqa o'qiyapsizlar, nimani tushunmadinglar, shunaqa so'rovlar ham bo'ladi. Ko'p joyda, ko'p o'quv kurslarida shunaqa talablar bo'lmagani uchun ozgina norozichilik bo'lgan qizlar orasida, chunki biz suhbat o'tkazganimizda qanaqa, nima, hamma qiyinchilik, muammolarni olib chiqib gaplashamiz va shundan kelib chiqqan holda yechim qo'yganmiz o'zlarimizning kurslarimizda. Vazifani bajarishligi shart, 100% shart bo'ladi vazifalarni bajarishinglar va sizlar bilan nimaga men unaqa deyapman, biz sizlarga hattoki kuratorlarni hozir showroomda o'zlarini xodimlarni qo'yganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Shaxsan hozir showroomda ishlagan qizlarni, chunki hamma o'zini operatsiyonkadagi odamlarni emas, tashqaridagi odamlarni qo'yadiganlar ham bor ekan. Mana bizlarni, chunki sizlar bizlarni
brendimiz deb kelasizlar. Shuning uchun bizni shaxsan o'zani showroom ichidan talab olib, ikkita kurator sizlarga birlashtiriladi. Buni bu joydan bemalol qo'yinga to'qisa bo'ladi. Muvaffaqiyatli bitirgan qizlarimiz uchun sertifikat taqdim qilinadi. Bu degani men sertifikat hammaga berolmayman, chunki ko'p joyda mana o'quvchilar ateliye ochishadi. Kimdir yaxshi o'qimagan bo'lishi mumkin, kimdir vazifalarni bajarmagan bo'lishi mumkin. Xafa bo'lmaysizlar, unaqa qizlarimizga sertifikat berilmaydi. Chunki uni sizlar osib qo'yganingizdan keyin ozda-bada o'qiganmisiz, ishlaringiz zo'r deb sizlarga ishonch bilan qo'yinga berishadi, lekin sizlar boshqandaza yoki boshqa yo'nalishda ishlasanglar, qo'yinga mijoz yoqmagandan keyin mijoz hafsalasi pir bo'lib, shunaqa yaxshi o'qitishmas ekan, bizlarga ham putur yetadi bu tarafdan. Shuning uchun biz 100% vazifalarni tekshirib, liboslarni tekshirib, keyin sertifikat beramiz. Xo'p, endi bu kurs kimlar uchun? Malaka oshirishni xohlagan qizlarimiz uchun albatta, chunki aytganimdek, shu uyda material ustida bichib o'tiraversanglar, qolib ketasizlar, umringlar ham o'tib ketadi. Shuning uchun maksimal shunaqa davr keldiki, vaqtimizdan unumli foydalanib, hamma o'zini bolasini o'qitgisi keladi, rivojlantirgisi keladi, hamma narsaga mablag' talab qilinadi. Mablag' topishingiz uchun qo'lingizdagi kasbingizni rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta ustimizda ishlasak, inshaalloh ko'p yutuqlarga erishamiz. Mana ko'rib chiqsanglar bo'ladi, klassik tarafda nima o'rgatiladi, standart tarafda nima o'rgatiladi. Klassik tarafida asos va yeng andazasi. Ko'pchilik yengni ham qiynaladi. Chunki biz ko'rib chiqdik, mana shu aytganimdek o'rganib chiqqanda yeng o'rnata olmaydi ko'pchilik. Bizning andaza bo'yicha inshaalloh bittada yeng o'rnata olasizlar. O'lchov olishdan tortib, asos andaza, yeng andazasi, libos balansi, bichish, vichkalar bo'yicha vichkalarni ko'chirish, yeng modellashtirish, bachokli kostyumlarni qanaqa dazmol qilish, har bitta texnika menga o'rgatilgan, bitta dazmol qilish ham bor, yeng shilsalarni tikish, astali kiyimlarni qanaqa texnika bilan tikish kerak. Bir oy davomida kurator nazorati bilan sizlar bilan darslar olib boriladi. 2 marta kuratorlar bilan jonli efir bo'ladi. Bemalol shu yerda savolinglar bo'lsa, bersanglar ham bo'ladi. Xo'p, standart tarifida 10 xil yubka turi. Men aytganman, misol uchun katta pul tikmasdan ko'pchilik savol berishadi. Qizlar, "Meni katta pulim yo'q, qanaqa ish boshlasam bo'ladi?" degan savol ham bo'ladi. Hattoki men ko'pincha aytganman, o'zim agar endi o'rganayotgan bo'lganim deydi, mashq kursda ham o'qigan bo'lardim, chunki 10 ta yubka turi qo'yilgan bu yerda. Hozirgi trend yubkalar qo'yilgan. Bemalol mana ko'rasizlar, o'zinglar kimdir qizi bor, kimdir o'qishga kiradigan qizlar yubka qidirishadi, qanaqadir yubkalar, koftalar qidirishadi. Shu orqali pul topsa ham bo'ladi. Onlayn qo'yib, reklama qilib, shu kichkinagina darsdan ham mablag' qilsanglar bo'ladi inshaalloh. Chunki yubkaga ko'p mato ham ketmaydi, katta mablag' ham ketmaydi. Internet tekin, bemalol shu narsani yubka ham tikib, sotuvga qo'yib, onlayn sotsanglar ham bo'ladi. Hop, klassik shim bichish, tikish texnikasi. Shimda ham ko'pchilik qiynaladi. Nimaga asosan klassik shim qo'yganmiz? Chunki eng qiyin shim klassik shimi bo'ladi. Agar sizlar klassik shimni o'rgansanglar, bemalol lozim bormi, shim bormi, har bitta shim turini tika olasizlar inshaalloh. Chunki o'ziga yarasha klassik shimda kattagina qiyinchiliklar bor. Agar shuni o'rganib olsanglar, bemalol boshqa shimlarni ham tika olasizlar. Asos andaza, yeng andazasi, modellashtirish, vichkalarni ko'chirish, bachokli kostyum. Aytib o'tganimdek, kostyumni men shaxsan kostyumni tekshiraman. Mashq qilgan o'quvchilarimizdan ham yoki tashlagan darslikda ham kostyumni tekshiraylik deyman. Nimaga kostyumni tekshiringlar aynan? Agar sizlar kostyumni zo'r chiqara olsanglar, inshaalloh klassik liboslarni bemalol tika olasizlar va qolgan liboslarni gapirmasa ham bo'ladi, paltolarni ham bemalol chiqara olasizlar. Shuning uchun klassik kostyumga ahamiyat ko'proq beramiz. 7 xil yoqa turlari, mana ko'rsanglar bo'ladi. Rubashka yoqa, trendiga yoqali, chunki yoqalarni ham hamma o'xshatish qiyin bo'ladi va reglan. Reglanni ham ko'pchilik chiqarish olmaydi. Shuning uchun talabga qarab biz reglan darsligini ham qo'shganmiz. Davomiyligi 2 oy bo'ladi. Birpas o'tib ketadi qizlar, 2 oyda ancha-muncha narsaga erishasizlar inshaalloh. Kurator nazorati bilan savol-javoblar, 4 marta kuratorlar bilan jonli efir bo'ladi 2 oy ichida. Bu yerda bemalol qiynalgan savollarga javoblarni bersanglar bo'ladi. Hop, kursimizning boshlanish sanasi 23-fevraldan boshlanadi inshaalloh. O'zingizlarning joylarni band qilishga ulgurib qolinglar. Hozir joy band qilgan qizlarimiz uchun bonus sovg'alarimiz bor. Bu sovg'amizni bizning shaxsiy Ozodlik showroom klubi bor. O'sha klubga a'zo bo'lasizlar. Xudo xolasa uni narxi 3.497.000 turadi, lekin bu klubga a'zo bo'lish hozir joyini band qilgan qizlar uchun bepul bo'ladi. Va hozir joy band qilgan qizlarimizga ikkinchi bonusi
Inshaalloh bahorda juda katta offline seminar rejalashtiryapman. O'sha seminarga hozir joyini band qilgan qizlarimiz uchun qatnashish imkoniyati bo'ladi. Bu seminar asli narxi 1.200.000 turadi, lekin joyini band qilgan qizlarga bepul beriladi. O'zinglarni joylarni band qilgan qizlarni bemalol familiya isminglarni yozdirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, ushbu videodagida sayt silkasini qoldirganmiz. O'sha silka orqali o'tib, o'zinglarning ism va raqamli telefon raqaminglarni qoldirasizlar. Bizning menejerlar sizlarga chiqib bog'lanishadi va hamma kursimiz haqida hamma ma'lumotlarni berib borishadi. Faqatgina sizlardan iltimos, o'zinglarning raqamlarni to'g'ri qoldiringlar. Shu videoni darslikni oxirigacha men bilan bo'lgan qizlar uchun bonus sovg'a beraman. Hoziroq Telegram kanaliga o'tib, o'zinglarning bonuslarni qo'lga kiritsanglar bo'ladi. Bugun darsligi foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'zinglarning fikrlaringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.